Ket. Mana uni sen o'qitganmisan mana uni? Ha? Sonra aytsa mana 9 ming necha olib chiqibdi-ku, sharmanda. Mana men ustida o'qigan mana, ben 100 lik 160 olganman kerak bo'lsa. Aka sal o'zingiz bosing. 9 olgan bo'lsa biz zo'r-ku bu. Eng zo'r natija. Tushuntiring dadangizga. Qarang dada. O'chira olsang o'rgatma menga. Yosh bolada quloqqa tepyapsizlar-da. Mana qahor to'g'ri bor-ku, o'sha 160 olib chiqdiringlarmi? U universitetda topshirgan. Qayerga topshirgan bo'lsa ham, o'chira olsanglar. Bo'ldi, bu yerda o'qimaydi. 6 oy o'qitdim men shu yerda. Boshqa o'quv markazida o'qiysan, tushundingmi? Ayt ustozingga. Bitma. Hozir IELTS 9 past ball dedimi? Alyo. Qarangda. Hali ham IELTS 9 eng baland a? Ha, o'zgargani 10 ball? Ha. Bo'ldi. Hali ham 9 ekan-ku. Odamlar noshukirlik. Yur. Men sen boshqa o'quv markaziga olib bormasam, bu yerda ras o'qiyapsan, tush olding. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelinglar. Mana Xuysani bir o'zingiz o'qitmasangiz bo'lmaydi-ku. Ana Spot One degan o'quv markaziga beruvdik. Aytsa 6 oy o'qib 9 ball olib chiqibdi, sharmanda. 9 ball? Ha, shuni o'zingiz o'qitib bering. Agar 9 boladan bo'lsa, biz bunga hech narsa o'rgata olmaymiz. Ko'rdingmi? O'qitishning foydasi yo'q deyapti. Sandaqa o'quvchi kerak emas bularga. To'g'ri, hammam bo'lsa o'rgatmasdi. Chaldingga. Kechirasiz. 9 olganiga urishyaptimi? O'zim o'qituvchi bo'lib turib 7 olganman. Tavba qildim.